ahmoqdek biz mukarramligimiz, yashashligimiz, dunyo topishligimiz, bola chaqa, orzu-havas, dunyo, to'y ular bilan emas. Bizning mukarramligimiz yer yuzidagi Allohning xalifasi ekanligimiz bilan mukarramligimiz. Mana shu narsadan biz uzoqlashdik, xor bo'ldik. Unga qaytamiz, aziz bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo din to'g'risida ketar ekan, dinda qo'rqadigan narsamiz shuki, Alloh subhanahu va taolo yahudlarni g'azabi keldi. Mag'dubi alayhim, ularga Allohning g'azabi bo'ldi. Nima uchun? Allohning hukmini o'zgartirganligi uchun. O'z ixtiyori bilan. Bugun o'z ixtiyorimizdagi holatdan mas'ulmiz. O'z ixtiyorimiz bilan dinni o'zgartiryapmizmi, o'zgartirmayapmizmi? Dinga amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi? O'zimizning imkoniyatimizdan kelib gaplashaylik, birodarlar. Men shu narsaga qodirman, imkoniyatim bor, shu narsani qila olmayman deb turib. Mana shu dinda yana qaytarib aytaman, yahudlar, ahli kitoblar zinoni hukmini yo'qqa chiqargan emas. Birodarlar, biz islomning hukmlarini yo'qqa chiqarib yubordik. Islomni qolgan, bor edi, faqat o'zgartirdi. Mana shu uchun Alloh taolo ularga g'azab keldi va Allohning la'nati bo'ldi ularga. Biz ahvolimiz qanday edi? Mavzuga qaytsak, bir shakl, din degan shaklda tursa edi, islom dinimizda dindor odamni, mana hadisni aytib o'tib ketdim, dindor odamni iymoni. Iymon desa qanday? Dindor odamni bo'ysunishligi, taslim bo'lishligi islomi, dindor odamni ihsonga bo'lgan aloqasi, dindor odamning g'ayb, qiyomat kuniga va hokazo. Din deganimizda nimaga ergashamiz va kimga ergashamiz? Dindor odam, mavzu bugun dindor odam kimga ergashadi? Havo nafsigami? Urf odatigami? Dadasigami, onasigami? Kimga ergashadi? Meni dinim bor. Meni dinim islom. Men shu islom bilan Robbimning roziligini topaman. Shu islomim bilan jannatga inshaalloh kiraman degan odam kimga ergashadi hayotda? Alloh subhanahu va taolo bu mudabbir zot. Robbul alamin, butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan zot. Bizni Alloh subhanahu va taolo yaratdi va hayotda bizlarni bir-birimiz bilan ixtilof, tushunmovchilik, bir-birimiz bilan ba'zi bir holatlarda urushib, janjallashib, talashligimizni Alloh taolo bildi. Allamul g'ayb, g'aybni bilguvchi bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo mana shu holatda bir-birimiz bilan nizo chiqadimi? Tushunmovchilik chiqadimi? Mana shunday holatda kimga qaytishligimizni Alloh subhanahu va taolo eslatdi. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Alloh va Rasul. Agar bir narsada talashib tortishsanglar, nima dedi Alloh taolo? Farudduhu, kimga qaytaringlar? Ila Alloh, Alloh taologa qaytaringlar. Va Rasul, va Allohning rasuli elchisiga qaytaringlar. Dindor odam, suratni qo'yaylik. Agarda talashib tortishsa, kimga ergashadi? Kimga hukmini qaytaradi? Muammoni hal qiluvchi yechim kimdan keladi? Alloh taologa, Allohning kalomiga. Rasuliga, hayoti bo'lsa rasuliga, hayotidan keyin sunnatiga qaytaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ya'ish minkum", kim mendan keyin yashab o'tsa, va sayara ixtilafan kathira, bu odam nihoyatda ko'p. Ya'ni ixtilof demadilar, ixtilafan kathira, ko'p ixtiloflarni ko'radi. Ya'ni ko'p bu odam, ya'ni har xil fitnalar keladi. Nima bo'ladi shunday holatda? Ixtilof, fitna, inson to'g'ri yo'ldan adashadigan holatlar kelib qoladi. Nima qilish kerak mana shunday odam?
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Lekin bu yerda sizlarga mana shunday ixtilof bo'lsa, Allohning kitobi va uning rasuliga va xulafa ar-roshidin al-mahdiyyin, xulafolar mahdiy bo'lgan, ya'ni to'g'ri yo'lga, hidoyatga chaqirgan, roshid bo'lgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan xalifalarga ergashinglar. Hamma xalifalarga emas, xulafa ar-roshidin al-mahdiyyin min ba'di, mendan keyingi xulafolarning, xalifalarning mahdiy bo'lgan, roshid bo'lgan xalifalarga ergashinglar. Va tish bilan emas, og'iz tish bilan mahkam ushlanglar dedilar. Ularning yo'lini mahkam ushlanglar dedilar. Birodarlar, bu agarda bugungi bir hayotimizga misol oladigan bo'lsak, biz bir tamsillar, misollar agarda ko'z oldimizda shakllansa, osonroq bir ko'z oldimizga keladi. Biz Alloh va uning rasuliga ergashishlik degani bugungi davrimizda Alloh va uning rasuliga ergashishlik qanday bo'ladi? Allohning kitobi ochiq, oydin. Allohning rasulini so'zi bugun sahihi sahihga, zaifi zaifga, to'g'risi to'g'riga, noto'g'riga ajralgan sahih qo'limizda Allohning rasulining kitobi va Allohning rasulining hadis sharifi qo'limizda sunnat ochiq oydin turibdi. Agarda ixtilof bir narsadan talashib tortishadigan bo'lsak, nima uchun Allohning va rasulining yo'lini mahkam ushlaymiz? Chunki biz g'oyamiz, hadafimiz jannat. Alloh subhanahu va taolo va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima dedi. Kim Allohga va uning rasuliga ergashsa, u aniq yutuqqa, jannatga ega bo'lganligini Alloh taolo xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida men sizlarga ikki narsani tashlab ketyapman. Rasul havo nafsidan gapirmaydi, birodarlar. Havo nafsidan gapirmaydi. Allohning elchisi kim buni mahkam ushlaydigan bo'lsa, lan tadillu abada, hech qachon adashmaydi dedilar. Vallohi adashmaydi. Allohning oyati va rasulining sunnatini ushlagan odam hargiz adashmaydi. Chunki bunga Allohning elchisi tomonidan kafolatlangan. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarga ikki narsani tashlab ketyapman. Kim buni mahkam ushlaydigan bo'lsa, lan tadillu abada, hech qachon adashmaydi. Kitobullohi va sunnati dedilar. Allohning kitobi va mening sunnatim dedilar. Biz hayotimizga bir nazar soladigan bo'lsak, bugungi hayotimizda Alloh va uning rasuliga ergashishlik yo'q, birodarlar. Biz Alloh va uning rasuliga ergashishlik, Alloh va uning rasuliga ittibo ergashishlik yo'q. Biz havoyi nafsimizga va ba'zida qo'rqib ketaman, o'zimiz uchun hech qadam deb olgan odamning shaxsiyatiga ergashib qo'yamiz. Bu musibat. Shaxslarga ergashish, biz shaxslarga ergashmaymiz. Meni muhabbat qilib, meni yaxshi ko'rayotgan odamlarga aytaman, menga ergashmanglar. Balki Alloh va uning rasulining so'zini bayon qilsam, shu so'zimga ergashinglar. Menga ergashsanglar musibat bu narsa. Shuning uchun Ali ibn Abi Talibning mashhur so'zlari bor. Ya fulan, ey falonchi, haqni tanigin va ahlini taniysan dedilar. Haqni tanigin, ahlini taniysan dedilar. Biz haq nima ekanligini ibodatdami, muomalatdami, oiladami, ijtimoiy hayotdami, iqtisoddami, siyosatdami, muhabbatdami, bo'g'iz adovatdami, haqni taniylik. Dinini nimaga buyuradi deb. Dindor odamning bo'g'izi bor, yomon ko'rishlik adovati bor. Dinda kimni yomon ko'rgan odam dindor bo'ladi, to'g'ri yo'lda bo'ladi desa, meni qorakam, meni ustozim falonchilarni yomon ko'radi deyishlik, bu musibat, bu narsa. Yoki bo'lmasa dinda qo'shnilar bilan bo'ladigan muomalatda Alloh va uning rasuli nimaga buyuryapti? Mana bu narsani tanisiz, ha, falonchi qo'shni dinga amal qilar ekan. Falonchi
dinga mustahkam ekan. Mana bu qo'shnim esa yaxshi odam deb bilaman ekan, lekin qo'shnilik haqqini ado etmas ekan. Nimaga? Ko'z oldimizda andoza bor, formula, ramka bor. Shu haqni ichiga bu odam kiryapti yo kirmayapti. Agarda shaxslarni ergashtirib oladigan bo'lsak, shu shaxslar ko'z oldimizda shakllanadi, shularning do'stligi, shularning hayoti, shularning ibodati, hattoki ibodatlarda musibat. Voy Rasul Alloh bunga buyuryapti. Rasuli mana bunday qilgan desiz, biz domlalar bunga buyurmaydi-yu deydi. Ve Alloh va uning rasuli deb tursiz, bizni ustozlar u deydi. Musibat birodarlar. Mumkin emas bu narsa. Biz Alloh subhanahu va taoloning so'zi bilan, rasulining so'zi bilan kafolatlangan narsani aytyapman. Garantiyalangan yo'lni aytyapman. Alloh va uning rasuli tarafidan garantiyalangan, kafolatlangan, jannat kafolatlangan yo'l Allohning kalomi va rasulining sunnati. Kim boshqasini kafolatlaydi? Kim bugungi kundagi eng allomai zaman odamning yo'lini, shu odamning yo'li, shu odamning hayoti, shu odamning oilasi, shu odamning e'tiqodi, shu odamning qilayotgan ibodati, muomalati jannat kafolatlangan, shu odamning yo'lidan yurgan odam jannat kafolatlangan deb kim ayta oladi? Nima uchun kafolatlangan yurmaymiz? Biz atba' bo'lib ergashlikda hayotimizni ba'zi bir tafsillar bilan misol keltiradigan bo'lsak, ovqatni yaxshisini tanlab, uzoqda bo'lsa ham mana shu yerda zo'r go'sht pishirar ekan deb boramiz birodarlar. Ovqatni ta'mini yaxshisini pishiradigan joyini topib yeymiz. Falonchi samovarda, falonchi joydagi samovarda oshni zo'r qilar ekan deb ashirga borib osh yeyishni bilamiz. Aytaylik, oddiy mana yozgi kundagi biror bir joyda sharbat ichimlik bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydagi sharbat yoki mana bu joydagi ayron yaxshi qiladi deb ashundan borib ichishni bilamiz. Obi taomni tanlaymiz. Libosni tanlaymiz. Uy olmoqchi bo'lsak, mahalla boshqa joylarda tanlaymiz. Hamma narsani tanlaymiz. Nima uchun dinda ergashishlikda to'g'ri yo'lni tanlamaymiz? Bizga agarda bir misol joiz bo'ladigan bo'lsa, imomlar masjidlarga kelishlikda qalbimizda bir narsa bor. Hattoki yomon ko'rsak ham o'qib qo'yaylik orqasidan deb namoz o'qib turib, o'zimizning diniy g'arizamizni shu bilan qondirmoqchi bo'lamiz. Nima uchun? Dunyo va oxiratimizni saodati bo'lgan jannat yo'li kafolatlangan islom dini, mana shu islomdagi Alloh taolodan qo'rqqan, Alloh taolodan qo'rqib turib haqqa chaqirgan va o'zimga emas Qur'on va hadisga ergashing degan shaxslarga atba' bo'lmaymizda, men orqamdan yur, meni gapim gap qilmasang meni orqamdan yurma degan shaxslarning orqasidan atba' bo'lib yuramiz. Qani Qur'on va hadis bilan taqqoslaylikchi, qaysi to'g'ri? Nima uchun jannat yo'lini Alloh va uning rasuli ko'rsatib bergandek bu qadamga yurmaymiz? Bu havoi nafs birodarlar. Dindor odam, dini bor odamning atba' ergashlik sifati bor. Ergashlik sifatida faqat va faqat Alloh taolodan qo'rqib, Allohning so'ziga va rasulining so'ziga ergashadi. Va rasulining merosxo'rlari bo'lgan ahli ilmlarni Allohning rasulining qanday sifatlari bilan sifatlanib, rasuliga qanday atba' bo'lib ergashayotgan bo'lsa va mana shu Allohning payg'ambarining merosxo'rlari deb turib ahli ilmlarga ergashiladi. Bir kuni ba'zi bir salaf solihinlarni so'zlariga hayron qolasiz. Amr ibn Maymun rahimahulloh tobiinlardan bo'lgan, Abdulloh ibn Mas'ud bilasizlar, sahobalarning ichidagi fuqaholardan bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni huzurlarida ko'p u kishining suhbatlarida bo'ldi. Shunda Amr ibn Maymunga Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, alaykum bil jamoat. Jamoatni mahkam ushlanglar dedilar. Ya'ni men qaysi yo'lda bo'lsam mahkam, mustahkam bo'laman ekan, to'g'ri yo'lda yurgan bo'laman ekan degan har qanday musulmon odam bu narsani hadaf qiladi, maqsad qiladi. Jamoatni mahkam ushlanglar dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud sahobiy tobiinga jamoatni mahkam ushlanglar dedilar. Chunki Allohning qo'li jamoatning ustida dedilar.
Shunda aytdilarki, Payg'ambar alayhissalom aytganlar deb turib, siz mendan keyin shunday bir valiylar keladi. Ular namozning o'z vaqtidan ta'xir qilib o'qiydi deganlar deb turib, Abdullah ibn Mas'ud aytdilarki, shunday bir valiylar keladi. Ular namozning vaqtidan ta'xir qilib o'qiydi, kechiktirib o'qiydi. Birodarlar, islom valisi kufr valiylar emas, kufr podshohlar emas, prezidentlar emas, islom vali